Umaqlarım, kechlikinglar xayrlik bo'lsin. Bugun biz birlikda Yasonchi qushqashlar degan hikoyani anglaylik, ha? To'miz issiq kunlarning birida Aslanjon o'sim barang ostidagi supiga kelib sagidab yetibdi. Barangning qishidagi qeri o'shma daraxining shoxlarida qator tizilib o'ltirgan qushqashlar birdan vichirlab sayrishibdi-da, ondan jimib, qisqa tumshuqlari bilan pay va qanotlarini tarishib, yasnishga boshlabdi. Ularning tarinib yasinayotganligini ko'rgan Aslanjon beshini ko'tarib qushqashlardan: "Qushqash qizlar, to'yga boramsizlar?" deb so'rabdi. "Yo'qay", deyishibdi qushqashlar paylarini targ'ash. "Nadiki to'ykan u?" "To'yga bormasanglar, choyga bordigansizlar-da." Aslanjon yana qiziqib so'rabdi. "Kimning chiykan? U biz boradigan texi tunniganli qarlig'ash qizning chiyig'i berib kelgan to'saq." Qushqashlar ajablanib bir-biriga qarashibdi. "Sizlarning torinib yo'sinishayotganliklarini ko'rib, to'yga yoki choyga jabdunayotgan o'xshaydi deb qopdiman." Aslanjon chiroyli ko'zlarini chinchiqlatgan holda sal xijil bo'lib javob beribdi. "Aslanjon, sen biz qushlarning yasonchiq ekanligimizni bilmaydigan o'xshamamsan." Qushqashlar bir-biriga qarab vichirlab kulishib ketibdi. "Men har kuni kechasi choshqon tutib, kunduzi uydan chiqmay uxlaydigan bo'lg'achqa, sizlarning yasonchiqliklaringlarga diqqat qilib ketmabdiman, jumu." Aslanjon shundoq degach, beshini qashlab qo'yibdi. "Bilmasang, amdi bilib qola, biz degancha mushundoq yasonchiq." Qushqashlar yana vichirlashib, kulishib ketibdi. "Nimaga shuncha kulishib ketdinglar, chiroyli qizlarim?" Shu asnoda bolalarining qishig'i uchib kelgan qushqash ona hayron bo'lib ulardan so'rabdi. "Appa, bizga qarag'ina." Aslanjon bizning tarinib yasinayotganligimizga qarab hayron bo'lib og'zi ichilib turib qoldi. Qushqash qizlar shundoq deb yana vichirlashib, kulishib ketibdi. "Aslanjon, qizlarimning gapini ko'nglingga olmag'in-a? Tarinishchi biz qushlarning odati." Qushqash ana shundoq degach Aslanjonga qarab muloyimlik bilan kulib qo'yibdi. "Qushqash ocha, torindigan odatinglarning borligini-chu rostli uqmaydiganman." Aslanjon hayron bo'lib qushqash anaga savol nazarda tikilibdi. "Biz qushqashlar", debdi qushqash ana Aslanjonga tushuntirib. "Suvdan mudofialanish, tenimizni pok tutish va sog'lomligimiz uchun paylarimizni doim tarab turamiz." "O'jib obdan odatinglar bo'lgan-a, qushqash ocha?" Aslanjon qushqash achining gaplariga qiziqib, quloqini ting tutib anglabdi. "Ha-a, shundoq Aslanjon. Bizning bu tozlik odatimiz-chu tug'ilishimizdan tartibli yetiladi", debdi qushqash ana gapini davomlashtirib. "Biz tuxumdan chiqqandan keyinla paylarimizni ratlashga boshlaymiz. Usti-beshimizga tuxum chaqqonlarini tozalaymiz. Cho'ng bo'lgandan keyin yanada bu odatimizni saqlab qolamiz. Paylarimizni tarab tozlagan chig'imizda quyruqimizdagi may bezi ajratib chiqargan bir alohida mayni butun badanimizga tumshuqimiz bilan surkib olamiz. Bu xil may paylarimizni yumshoq, siliq ham suyuqmas qiladi. Bu mayda yana vitamin bo'lib, agar uning paylarimizni taraganda yeb solsak, salomatligimizga foydali bo'ladi." Qushqash ana gapini tamomlab, Aslanjonga qarab, "Amdig'i tushungansan?" degandek qilib kulib qo'yibdi. "Bu odatinglar qilsa yaxshi-kan, qushqash ocha." Aslanjon qushlarning nima uchun tarinib turganligining sababini bilib olganligidan to'limi xursand bo'ldi. "Shunga poyqonatinglar doim chiroyli poqirab turdi ekanda." "Shundoq Aslanjon, sog'lomlik tozlikdan ayrilmaydi emasmi? Sog'lom tanda sop aql bo'ladi."
Qushqash ana Aslanjonga shundoq debdi va arqadan ballarga qarab: "Qani chiroyli qizlarim, kunmi o'ltirib havo salqinlashga boshladi. Tarnib bo'lgan bo'lsanglar, bog'dagi ziyondash hasharotlarni yo'qotqili borayli, yuringlar" debdi. Qushqash qizlar opasining gapi oxirlashmayla ujmi shiqidan purida uchib ketishibdi. O'maqlarim, bizmi Aslanjon bilan birlikda qushlarning nima uchun tarnib turganligining sababini bilib oldik, a? Bizmi to'liq xursand bo'ldik, shundaqmi? Undaqda bugun o'rganib olgan bu bilimimizni, bugungi bu anglagan fanni hikoyamizni do'stlarimizga, dadamizga, opamizga aytib beraylik, ha? Undaqda bugun bolalar uxlanglar. Tatliq tushlar sizlarga amra bo'lsin.